Salom hammaga. Oldingi videomizda kassa hamda buxgalteriyani ko'rib ketgandik. Bugun dashbord bo'limini ko'rib ketamiz. Ya'ni dashbordda nimalar mavjud? Ya'ni jami shartnomalar. 5 ta shartnoma bo'lgan ekan, ya'ni sotuv bo'limida hamda shartnomalar bo'limida shartnomalar bo'lgan. Jami daromadni ko'rishimiz, kechikayotgan shartnomalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda onlayn foydalanuvchilar nechta, umumiy summani ko'rishimiz mumkin bu yerda. Shunaqa har xil statistikalar mavjud bo'ladi, ya'ni oyma-oy statistikalar, shartnomalar holati, ya'ni qaysi statusda turibdi, yangi jarayonda tasdiqlangan, yakunlangan hamda bekor qilingan shartnomalar. Bu yerda shartnomalar soni o'sishi yoki tushishini ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi. Qarzdorliklar miqdorini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mijoz, multibrend, eksklyuziv hamda hammasi. Bu yerda esa tuzilgan shartnomalarni summasini qay darajada o'sayotganini yoki tushayotganini ko'rishimiz mumkin. Hamda bu yerda sotuvchi profili statistikasini ko'radigan bo'lsak, shunaqa, ya'ni o'lchov kutilmoqda, o'lchov olingan shartnomalar, bu yerda shartnomalarni holati, ya'ni mijoz tasdig'i, admin tasdig'i, ishlab chiqarish, yig'ish, omborxonadagi shartnomalar, o'rnatishga yuborilgan hamda kechikkanlar ko'rinadi. KPIga kiradigan bo'lsak, ya'ni qaysi xodimimiz qancha summa undirgan bo'lsa, shunga qarab KPI hisoblanadi. Ya'ni eng ko'p pul undirgan xodim KPIda eng birinchida turadi. Bu yerda 3 ta o'rinimiz shunaqa chiroyli qilib ko'rsatilgan. Hamda undiruv bo'yicha KPI, shartnoma bo'yicha jami summa hamda shartnoma bo'yicha KPI ko'rsatiladi. Bu KPI summalari faqat sotuvchilarga ta'sir qiladi. Sotuvchilarimizga KPI qo'yib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda so'nggi haftadagi, oylik, yillik hamda ixtiyoriy sanadagi KPIni ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu KPI qayerdan qo'yiladi deydigan bo'lsak, mana xodimlardan masalan bu yerda KPI tanlaydigan bo'lsak, masalan 3% hamda 2% shu bo'limlardan kelgan shartnomalardan foiz oladi. Dashbordda KPI bo'limidagi summalar shunaqa kelyapti. Ya'ni Samarqanddagi sotuvchimiz 2% olishi mumkin, Toshkentdagi sotuvchimiz 3% hamda Navoiydagi sotuvchimiz 5% gacha KPI olishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa KPI foizlarini kiritib ketamiz. Hamda bu yerda ishlab chiqarish statistikasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yangi shartnomalar ish boshlanishi kutilmoqda hamda har bir jarayonda nechta shartnoma borligini ko'rib, biznesimizni to'liq qanaqa holatda ketadiganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Statistika bo'limi juda ham chiroyli ishlab chiqilgan. Buni birma-bir ko'rib, har bir statistika biznesimiz haqida gapiradi. Bugungi bo'limimizda dashbord va statistikalarni ko'rib ketdik. Hammaga rahmat.